Assalom, hörmətli dostlar. Biz 11-ci sinif oquvchiları Qozog'iston Cumhuriyetining mustaqilligining 30 yillik arifasida bir kasbda, bir sohada 30 yildan ortiq xizmat qilib kelayotgan ustozimiz Uyg'ur tili va adabiyoti muallimi Gulzaram Ro'shanovani suhbatga taklif qildik. Sizga bir savol. Siz 30 yillik ish faoliyatingizda ikki davrning guvohchisi bo'ldingiz. Shu davrlardagi jamiyatda bo'lgan yangiliklar ve yeni özgürlükler doğrusunda itip versanız. Assalamu xalqim. Bugünkü günde Qozog'iston Cumhuriyeti öz müstaqilligining 30 yılligini qarshi elish harpsida turdi. Qozog'iston Мәңгүлік el ideyasi asosida birlikda, do'stlikda yashab kelyotdi. Dastlabki prezidentimiz Nursulton Abisho'g'li Nazarboyev xalqni har qachon birlikda, mustahkamlikda bo'lishga chaqirdi. Jamiyatda ijtimoiy-iqtisodiy hayotni yaxshilash uchun bozor iqtisodini, texnikani, yezi egligini, salomatlikni saqlash, bilim sohalarini taraqqiy etkizish kerak bo'ldi. Bugungi jamiyat axborotlik jamiyat. Sifirlik Qozog'istonda yashayotgan jamiyat. Mana shu jamiyatga mos har bir o'quvchi öz aldığa müstaqil bilim elishiga, ijodiy ishlashiga barliq sharoitlar tug'dirilgan. Sinf bölümleri kompyuterlangan. O'quvchining tolerantlik o'quvchi bo'lishi uchun öz aldığa müstaqil ishlab, tanqidiy ko'z qarashda sharoitlar yaxshi tug'dirilgan. Kelajakning tolerantlik o'quvchilarini tayyorlab chiqish biz ustozlarning qo'lida. Hürmetli xalqim, sizlarga mushu bayram harpsida ijodiy utuqlarni, salomatlik tilayman.